Assalomu alaykum, hurmatli Shavot Avto kanali obunachilar do'stlar. Bugun 19-mart. Zo'r holatdagi Nexia birimiz keldi. Prem yegidan do'stlar. Mejigar putlar qo'yilgan, antiradar, video registrator, tablosi ham do'stlar, elektronik tablo qo'yilgan ekan. Polni shumka qilingan, 4 dona oyoqina paket balon qo'yilgan, ko'rishingiz mumkin. Balolar paket, metan ham toza qo'yilgan ekan do'stlar. Polni shumka qilingan. Xullas ko'rishingiz mumkin. Tablosi lekin вообще zo'r holatda turibdi do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Elektronik tablo qo'yilgan, polni patologlar qaraytirilgan, chexol, polik, xullas tayyor avtomobil do'stlar. Orqa oynalar tonirovka qilingan. Prямо yegidanga turibdi do'stlar. Motorlar вообще zo'r ekan, hadoy ham zo'r. 1 gram shum yo'q do'stlar. Mashina haydasangiz ham polni shumka qilingan, tix yuradi mashina. Tayyor avtomobil prямо yegidan, kapotining yuzida kraskasi bor ekan. Ko'rib tekshirib olaverasizlar. Egan nomerni ko'kkaman pasa 27 million so'm narx aytib turibdi. 99-yilda ishlab chiqarilgan, polni navorot qilingan do'stlar. Olib haydashga tayyor do'stlar. Bemalol kelasizlar, ustunda kelishib, savdolashib, generalni deversam olib ketishingiz mumkin do'stlar. Xullas tayyor avtomobil. Like bosamiz videoni, Nexia bizlarga tashlab qo'yamiz. Zo'r avtomobil ekan, o'zim haydab ko'rdim. Tix yurtibdi do'stlar. Как zavoddan chiqqan toza mashina yurishlari zo'r. Hadoylar ham, motor, korobka hammasi ideal sostoyaniyada turibdi do'stlar. Xullas tayyor avtomobil, like bosamiz, kommentariyada o'z fikringizni qoldiramiz. Mana shu Nexia'ni izlab bilgan obunachilarga tashlab qo'yamiz do'stlar. Hammaga omad, prямо yegidan, egan nomeri pastda turadi.